Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz uchun xursandman, siz to'g'ri yo'ldasiz. Assalomu alaykum, meni ismim Sevara Muhammedova. 16 yillik tajribaga ega professional buxgalterman. Bugungi kunda O'zbekiston Professional futbol ligasida buxgalter, O'zbekiston Milliy universitetida iqtisodiyot fakultetida buxgalteriya va auditdan dars beraman. Meni eng yaxshi ko'rgan narsam bu dars berish, shuning uchun Finve akademiyasi bor, ya'ni buxgalterlar akademiyasi. Lekin bizda Finve jamoasida outsource kompaniyani biza buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatamiz. Bugungi kunda 200 ga yaqin korxonalarning buxgalteriyasi bizani qo'limizda. Bu nima degani? 200 ta korxonani moliyasini, buxgalteriyasini, sog'liqlarini va barcha hujjat ishlariga biza javob beramiz degani. Bu korxonalarning ichida bilasizlarmi qanaqa zo'r brendlar bor? Sizlar tanigan Hoffman kompaniyasi bilan men 2017-yildan beri ishlayman. Undan tashqari Smek, Joseph, Boboy, Social, Seoul, Kurasan restoranlari bor. Ishlab chiqarish korxonalari, qurilish kompaniyalari, 200 ga yaqin korxonaning ichida buxgalteriya sohasidagi, biznes sohasidagi barcha yo'nalishlar bor. Bizda konsaltingga qo'shida Finve o'quv markazi bor. Ya'ni nima uchun? Chunki biza konsaltingga buxgalter olamiz va uni ko'chadan emas, o'zimiz tayyorlagan kadrlarni ishga olib qolishni yaxshi ko'ramiz. Chunki biza o'quv markazida shogirdlarni o'zimiz uchun tayyorlaymiz. Birinchi, noldan balansgacha nazariy bilimlarni egallaysiz. Ya'ni 2 oy davomida siz bizani o'quv markazida haqiqiy professional buxgalter ustozlar, esingizda qolsin. Juda ham ko'p o'quv markazlarida faqat ishlamagan, prosta o'qituvchi buxgalterlar dars berishadi. Bizda bo'lsa, kamida 3-4 yildan beri buxgalter bo'lib ishlayotgan professional ustozlar dars beradi. Men o'zim oxirgi 5-6 yildan beri dars beraman. Finve o'quv markazidagi metodda shaxsan o'zim 3 yil davomida ishlab chiqqanman. Chunki ham universitetda dars beraman, ham haqiqiy praktikada ishlaganim uchun nazariya bilan praktikani qo'shganman va oson, sodda tilda o'rgatamiz. Ya'ni bizda faqatgina noldan emas, ishlab yurgan buxgalterlar uchun ham malaka oshirish kurslari bor. Ya'ni u buxgalterlar nima uchun bizani tanlashgan bilasizlarmi? Chunki ular ishlagan, qiynalgan va bizani oldimizga kelgan, biz ularga yordam berganmiz. Haqiqiy praktika bor bizani kompaniyada. Amaliyot qilish uchun eng zo'r yechim bu konsalting. Ya'ni hech qaysi O'zbekistondagi konsalting kompaniyalari buxgalteriya xizmatini ko'rsatadigan ichkariga shogirdlarni olmaydi. Olsa ham biron bir soatga, ya'ni 1 soat, 2 soatga. Lekin bizani shogirdlarimiz hafta davomida har kuni ertalabdan kechgacha haqiqiy ishlayotgan buxgalterlarning oldida o'tirishadi. O'sha buxgalter qurilish korxonasinimi, ishlab chiqarish, savdo, import, eksport, adines qilishi mumkin, bank qilishi mumkin. Nimaki ish bo'lsa, hammasini bizani oldimizda o'tirib o'rganishadi. Ya'ni boshqa o'quv markazi o'qib bitirgan bo'lsangiz ham bizani oldimizga kelib, shogirdlik asosida praktika qilishingiz mumkin. Bilasizlarmi, bu praktikadan keyin sizda nima hosil bo'ladi? Siz har bitta korxonaning buxgalteriyasini qilib ko'rgan tajribaga ega bo'lasiz. Sizda qo'rquvlar yo'q bo'ladi. Siz qaysidir taklifga yo'q demasdan turib, bemalol o'sha korxonaning buxgalteriyasini qilishingiz mumkin bo'ladi. Juda ko'pchilik kurslarda o'qigandan keyin ishlab keta olmaydi. Bunga asosiy sabab praktikasi yo'qligi. Juda ko'p o'quv markazlar 3-oy, 4-oy praktika qilasiz deydi va doskada faqat korxonalarni tushuntirib ketadi. Yo'q, o'rtoqlar, shogirdlik. Siz o'sha buxgalter oldida o'tirasiz, o'zingiz o'sha ishlarni qilasiz va o'shandagina o'rganasiz. Bizda shogirdlik 1 oy, lekin 2-oyni bonus qilib qo'shganman. Bilasizmi nima uchun? Chunki siz 1 oy qilgan ishlaringizni esda qolmasligingiz mumkin. 2-oyda uni yana takrorlashingiz mumkin. Ertalabdan kechgacha bitta buxgalter oldida o'tiradigan bo'lsangiz, kamida 20 ta firmaning ishini ko'rasiz. Lekin bizda cheklov yo'q. Faqat bitta buxgalter oldida o'tirasan degan narsa yo'q. Siz har bitta buxgalterimni oldida o'tira olasiz. Bu degani kamida 20 ta buxgalter bilan tanishasiz. 40 ta firmaning ishini kun davomida ko'rasiz va har bir biznesdagi muammolarni o'rganasiz degani. Bilaman bu sizga qiziq, firmalarga bo'lgan qiziqish
tajribaga bo'lgan qiziqish hammada bor, lekin hamma ham sizni ichkariga kirgizmaydi. Endi sizda glabuh bo'lish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni siz endi oddiy buxgalter emas, главный buxgalter sifatida ishlashni xohlaysiz. Uning uchun ham sizga tajriba kerak bo'ladi. Bizda super glabuh kursi bor, ya'ni malaka oshirish kursi. 20 yil, 27 yillik buxgalterlarni ham bu yerda o'qitganman. Bu sizga qiziq. Ya'ni siz bizga keldingiz, shogirdlikda o'tirdingiz, ish o'rgandingiz va ishga ketdingiz. Ko'plab holatlarda men o'zim ham sizni ishga jo'nataman. Va endi ishga kirdingiz, ishladingizda o'tda ko'tarilishingiz kerak. Yoki o'sha yerda muammo bo'lib qoldi, yoki siz boshqa kompaniyadan olasiz, sizda savollar bor. Buning uchun bizga kelib bemalol murojaat qila olasiz. Chunki sizni ustozlaringiz bo'ladi. Sizni yordam so'raydigan insonlaringiz bo'ladi. Siz suyana oladigan kompaniya Masha Finway kompaniyasi bo'ladi. Ya'ni Finway kompaniyasiga kelib, muammolaringizni, vaziyatlaringizni tushuntirib, yechim ola olasiz. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Endi aniq fikrlaringiz uyg'ongan bo'lsa yoki bo'ldi, men buxgalteriyani Masha Finway konsalting jamoasida, Finway o'quv markazida o'rganaman deydigan bo'lsangiz, mana shu nomerlarga murojaat qiling. Biz sizni ochiq ko'ngil bilan, yorug' yuz bilan kutib olamiz. Siz biz uchun keraksiz, chunki meni kompaniyamga sizdagi buxgalterlik kerak va o'zim ham ko'plab shogirdlarni kompaniyada olib qolamiz. Siz tajriba orttirasiz, bizga esa yordam bo'ladi. Agar buxgalteriya sohasida chempionga aylanishni xohlasangiz, eng zo'r buxgalter ustozlar sizda bo'lishini xohlasangiz, bizning jamoaga xush kelibsiz.